Sizlarga aktiv energiya taqdigan güzel dostlar yana keldi. Bugungi vlogimga xush keldinglar. Shu ko'plagan kishilar turmushda ozroqli qiyinchilik yo'liqsa o'zidan men dunyodagi eng bitalay odam deb og'rindi. Askar uyning menedjerligida biz ham xo'shaqmay nervan mingga chiqmay kirib yatdim tazmayman. O işte nimda qisam tugmaydi, nima qilishni ma'lum qildik. Men nima uchun biz ayollar nima unchalik chapokash deb o'ylab iderimdan o'tmay. Yo'lishim o'yinlarda bir muncha jil bu yetib, kirib yetib, tazmaydigan qakash yo'lishim o'yxapman. Men kep kesh o'zim tazlik demeyeceğiz bo'lmagan yetdan degan yana bir xil ichimdan jil bo'lib, men odatimda kamayotdi demaysizlar. Menda qiynalib baxmoqchi bo'lman. Yatay desam men chek ichimay, ilishib yotamayotman. Yenilam davomli o'y tozalash oldida. Madad beringlar qizlar. Xush kelinglar bir-birimizga aktiv energiya bulayli. Hamshta o'rin ish qilgis kelmaydigan, o'zim bir xil tashlab etishni yaxshi ko'radigan, bir xil nurg'un ishlar qilishdan o'tmay, bir xil kayfiyat shunchalik nachar xonim qizlar. Meni xush kelinglar, sizlarga aktiv energiya bo'lmaydi deb o'ylayman. Mana o'rnimdan qopdim, davomli o'y tozalayli. Gapimning davomiga kelsak, kishilik hayotning mangu o'ngishli bo'lishi mumkin emas. O'ngsizlikqa, qiyinchilikqa duchor bo'lish bu normal ish hisoblandi. Eng yaxshi ko'rib o'qiydigan mush kitobdagi bir necha so'z iboralarni sizlar bilan o'rtoqlashgim kelib qoldi. Hasadxo'r odam xuddi tatlashib ketgan tumirga o'xshaydi. U o'z-o'zini chirtib tugitadi deydi. Qancha ichidor bo'lgan sari balo qazo shuncha ko'p bo'ldi. Kang qo'rsaqlik turmushni yengil, erkin, ozoda qiladi, rahat qiladi. Mavi qo'nchaqni qizim tikkan, shunchalik chiroyli tikibdi, lekin men do'rab tikib qo'y deb, apamaslan bir narsani tikib qo'ydim demaysizlar, lekin bolalarim bek yaxshi ko'rdi, men o shaxsan bek yaxshi ko'rdim. Nalam so'zimning davomi qizlar, nachar kayfiyat odamni tanglikda qo'yadigan bir cho'ng ofat. Har bir odam nachar kayfiyatdan xoli bo'la olmaydi. Nachar kayfiyat xuddi virusga o'xshash bizning jismoniy va ruhiy sog'lomligimizga nihoyat zo'r ziyon keltirdi. Ya'ni og'riq siloq bo'lib qolamiz, og'riqdan o'rganmaymiz. Buning uchun qanday qilamiz qizlar? Bu dunyo o'zgarmadi, faqat bizning kayfiyatimiz o'zgardi. Har vaqt o'zimizning kayfiyatini kontrol qila olgan vaqtda, kayfiyatimizni yaxshi tutgan vaqtda barliq ishlarimiz o'ng bo'lib ma'qudi. Shu qanchaki ichimiz tor bo'lsa, kayfiyatimiz shunchaki nacharlashadi. Kayfiyat nacharlashgankin hech qanday ishlarimiz olg'a bosmaydi. O'ltirib sizlar bilan shu gaplarni o'rtoqlashqim kelib qoldi, chunki hammamiz bir ayol kishi. Bu uyning ishlarini tugab o'tmaydi. Bu uyning ichi mehnat bo'ldi deb kayfiyatimizni nachar qilgan bilan o'zimizning sog'lomligiga ta'sir etadi. Lam o'rnimdan qopib uylarimni pok tozalab o'zimning ko'nglimni shunchalik bir xil suyunib qoldi, kayfiyatim shunchalik yaxshi bo'lib qoldi. O'zinglarning kayfiyatini o'zinglar kontrol qilishni bilinglar qizlar. Biz o'zimiz kuyinmasak, hargiz boshqalar bizga kuyinmaydi. Avval o'zimizni suyib, o'zimizga kuyinib, anandikin boshqalardan kuyinish va suyilish talab qilsak to'g'ri bo'ldi. Shuning bilan yana uyga qaytib, uyga nas kerak oldim, men uyim to'balaydigan ish qilgan edim, mush qizim cho'ng bo'lib qopti ekan. Rostga qilsam shu cho'ng opam bilan opam mush qiz tuqqan vaqtimda shunchalik qo'shib ketibdi ekan. Qiz bola deganni anglab, qiz bola ish qilib aniga yaqindab. Har vaqt sizlarga aktiv bo'lgan, go'zal bo'lgan, energiyalik videolarni sunaman qizlar, yurganlardan birini berib meni xush bo'lishni unutib qolmanglar. Teri supiti nachar, terisi xunuk, baldur qerib ketmagan qizlar cho'qim ishiltib ko'rib beqinglar.